Bemalol sushi bar ochsam bo'lar ekan. Tushimga ham kirmagan edi sushi qilganim. Birinchi o'rinda ishda guruchni qaynatish bilan boshlaymiz. Krabovый palichkani olib, vilkada shunaqa qilib tilib chiqish kerak, to'g'ramasdan. Mayonezda solib, zapravka qilamiz. Yeb ko'rsam uje shirinda. Parmezan sirini olib terkadan chiqarish kerak, lekin men erinchoqli qilib tayyor terkadan chiqarilganini oldim. Keyin mana shunaqa kopchonli ikra sotiladi banachkalarda, любой magazinda. Ikrani solamizda, orqasidan sous teriyakini sovuramiz. Любой bironta bir formani olib, men tagini sal moylab oldim, yopishib qolmasligi uchun. Gurunchim qaynab chiqqandan keyin bitta yuvordim-da, ichiga risovый uksusni sovordim, aynan sushi uchun u uksus. Birinchi sloyga chiroyli qilib guruchlarimizni terib chiqamiz. Formachaga solganimizdagi chiroyli qilib tekislaymiz. Ikkinchi o'rinda krabovый palichka bilan mayonezda aralashtirdik-ku, o'shani sovordim. Uni ham bir qator tekislab chiqamiz. Xuddiki shpaklovka qilgandek. Uchinchi sloy bizda hozir mana shu ikra bilan sirni, keyin sous teriyakini birga aralashtirdik-ku, o'shani bir tekisda qilib chiqamiz. Duxovkaga endi 10-15 minutga jo'natib yuborishimiz kerak. Ustidan men sedanachalarni sepib bordim. Hozir ustidagi parmezan sir полностью erib pastigacha tushadi-da. Короче, общий yarim soat vaqtim ketdi xolos. O'zimcha paketchani uchini teshib, chiroyli qilib bezatib chiqamanmi degandim. Короче, menga emas ekan unaqa chiroyli qilib bezatish. Oddiy pichoq bilan kesib chiqasizlarda, soya tayyorlab oldik biz botirib yeyishga. Shunday qoshiqcha bilan olasizlarda, listya norini orasiga qo'yib, voh.